Mana shu bugungi kechamizga rais saylab olishimizdan oldin shu o'zimiz ukamiz shu Lochinbeydan Oxun akam rahmatli shu qo'shig'ini aytib beradi. Keyin o'zingizlardan bir rais saylab davom ettirsanglar. Keling, Lochinbey keling. Eng avvalambor mana bugun do'stimiz, jo'ramiz Alomatning uyida katta shodiyona. Albatta buni sababchisi bizning o'g'ilchalariga, demak, odatdek sunnat to'yi o'tkazilyapti. Shunga to'planilgan. Shu kechani fayzli olib borish uchun davriga shu Admo'minda jo'ramiz Admo'minni taklif qilamiz. Admo'min. Samolarda yulduzlarni osmon so'roqlari, chin insonga ko'ngil qo'yib inson so'roqlari, orzu istak tug'iladi yerda samoda, cho'qqilarda baxtini izlab davon so'roqlari, hayot shirin farzand bilan ko'zlar qarog'i, farzandlarning kamolini zamon so'roqlari. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar, aziz hamqishloqlar. Mana bugun Teshoyevami eng sevimli erkak o'g'illaridan do'stimiz Xolmatjonning xonadonida ulug' ayyom, ya'ni bugun do'stimiz Xolmatjonning o'g'illari Zaylobiddinning sunnat to'ylari munosabati bilan mana shu aziz dastavonda o'tiribmiz. Aka Barnauldan yetib kelibdi Xolmatjon to'yiga. Mana Adg'ofur akam o'zimiz ustamiz, davraga ustaligini ochib beradi. Marhamat. Assalomu alaykum hurmatli mehmonlar. Mana bizni ko'chamizga xush kelibsizlar. Mahallamizda teng o'zimiz mahalla hamma bitta mahalladamiz. Biz ko'chaga Yangicha mahallasiga xush kelibsizlar. Mana bu yer bola bo'lib, shu otasining yonboshiga kirib, og'irini yengil qilib yurarsin. Qarsiz olmasa yomon. Yigit boshim omon bo'lsa molli bo'lar. Qarsiz bo'lmasa Jo'ramiz ham do'stimiz Xolmatjonni
Bugun mana o'g'lini, kenji o'g'lini, suyli o'g'lini sunnat to'y ekan. Yaxshi niyat bilan dasturxon yotibdi. Xudoyim niyati yetaversin, omadini beraversin. Mana shu gapirib o'tganlarda hamma yoshlilarga qo'shilamiz. Sababchisi do'stimiz Xolmatjonning o'g'li Zaylobiddin dedigan. Yana farzand yaxshi narsa, lekin farzandni har xil nom bilan ataydi ekan. Mana haydovchilar zapchast deb qo'yar ekan, traktorchilar balon deb qo'yar ekan, o'g'rilar qo'shimcha cho'ntak deb qo'yar ekan. Bir kuni birdan kelyapsam, bittasi aytib qoldi. "Ha, nechaga kirdingiz?" dedi. "1ga kiryapman" dedim. "Necha ko'piyasizlar?" dedi. "Men sizga rasm edim, ko'piya bo'lib desam, hali fotoaparatingiz ham yo'qmi?" dedi. Men aytdim, "Men siz rasmchimidan fotoaparat ko'tarib yuradigan" desam, qanaqa sodda odamsiz? Bizda bolani ko'piya deydi, xotinda fotoaparat deydi" dedi. Keyin men aytdim, "Ha, unda deysizmi? Unaqa ko'piyadan bizda 4 ta" dedim. 2 ta o'zimning ko'piyam bor, 2 ta ayasining ko'piyasi bor. Yana tabrikni davom ettiramiz. Navbatdagi so'zni Xolmatjonning eng sevimli ukaxonlaridan mana davramizda Ulug'bek bilan mamarasida o'tiribdi. Marhamat, davlaga Ulug'bek bilan mamarasida taklif qilamiz. Keling, Ulug'bek. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana Xolmat akam ham yaxshi niyatlarda o'g'illariga to'y qilyapti ekan. O'g'illari ham otasiga o'xshagan yaxshi yigit bo'lib, hamma oldi bitta yigit bo'lib yuraversin. Tamam.